Sergelida nima bo'lyapti? Sklad ichidagi ko'plab texnikalarga texno yarmarka bo'lyapti. Bu degani o'zini narxi tugur undan ham arzonga, ya'ni 70% gacha skidkaga berib yuboriladi. Sklad bo'shatilyapti shunchaki. Jigar, faqatgina urib qolish kerak. Yaqinlaringizga hozir tarqatib qo'ying. Faqat bir kun bo'lar ekanda. U super skidkali yarmarka faqat Sergeli 3-bekat bor-ku, o'shani oldida Golden Life Targoy Center bor. O'shani ichidagi Texno Martda bo'lyapti. Misol uchun, Artel blenderi 519 ming sotilgan, 155.700 so'mga, ya'ni 70% skidkada berilyapti. Voy tavba, undan tashqari Ardesto ventilatori 295 ming sotilgan narsa 99 ming so'm, ya'ni 66% chegirmaga. Konditsioner MDV 2 million so'matiga. Honor X9B telefoni 4 million so'm bo'lgan, 3 million 200 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Galaxy A34 telefoni 3 million 200 ming sotilgan, 2,5 million so'm. Lekin hali bu boshlanishi. Hammasi 31-may kuni. Ya'ni bir kun atigi. Srochni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Golden Life dagi Texnomartga srochni keling jigar.